Dada. Ha? To'g'ri emas-ku. Bir ko'y 5 ming oz setibsan-ku. Undaq emas-ku. Ey, kallang nä ketdi sening, ha? Qaramamsan buningga. Bu yeni tikilgan supni yaxshi o'tib tursa. Unutib qopdim. Kallangni ishlasang bo'lmamdi. 25-26 yoshlar kirib qopmi? Mushunchalik sodini qilamasang, xotin olamaydigan o'xshaysan sen. Menga mushlab qo'ytaq o't. Xo'sh amsa. Hey, akangni qaramamsan. U kun bo'yi shundaq dadangdan ayrilmay tursa, loyiq tamog'imi tez uning. Ukam, to'ppalamsiz. Rahmat. Dilshab keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha. Ishga kiraylik. Nima ishdi? Sizga bir narsa ko'rsatay. Ha, Nima bu? aldirmang. Apa qarang. Hey. To'ppani buningga esib satsak ham chiroyli ham qulaylik bo'ladi. Haqiqatan yaxshi o'ylabsiz. Qandaq? Bo'ptimi? Ha, chiroyli yasabsiz. Tunagan oqshom siz uchun yasab chiqdim. Qo'lingizdan ish kelayotganjimi? Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Hey, dadisi, qarang balaga. Ular nima degan maslashgan bir juftlar? Ularning to'y kunim yiqilishib qoldi. Buningga men allaqachon tayyorlik qilib bo'lgan. Hey, anglayapsizsiz? Bizning to'y ishimiz. Bizning to'y ishimiz. U nima deydi? Dana, Dadam to'y ishimizni yana keyinga suraylik deydi. nima ishqa? Sen do'konga qarab tur. Men sirtga chiqib kiray. Oy, pulni yana silvatdingiz-ku. Bugun balalarga azroqdan pul beraylik dadisi. Hey, çekilma. Bu degan dasmoya, bildingmi? Bundaq bo'lsin ham bo'pti. Mening o'ylig'im bor. Xudam, kun o'ltirib bo'ldi. Yana pul tepishni o'ylayapmiz, Vay qudam, tepishq tegishlik pul allaqachon cho'ntakka kirib bo'ldi. Men mo qaytay deb turgan edim. Sizlarmo dal vaqtida ketdilar. Meni ag'ash ketmamlar. Bo'ladi. Men maxsus sizni opirib qo'yish uchun kelgan. Bugun kun qayoqdan chiqqandi? Bizda ham tuqqan tursak. Qudam, balalarning to'y kunini dasturxon tashlagan kunini bekitib bo'lgan. Yana nimaga kayniga so'ray? Men mo xolamayman. Meningmi kayniga surgim yo'q. Biroq shu to'yliq ishida qizim ancha rozi bo'lmaganda qiladi. Voy, Cho. to'yliqning ishini kelishib bo'lgan-ku. Biz kelishgan-ku. Hamma ishni ular o'zlari hal qiladigan bo'lgan-ku. To'g'ri, shundoq. Biroq mening qizimning yana bir jup oltin bilaguzuk, bir tal uzuk, bir jup halqa, yana bir tal oltin soat taqog'isi bor ekan. Uning yana bir motosiklet og'isi bor ekan tehi. Nima? Yana bir tal aeroplan. Bu meni vayron qilimiz deganlar bo'lmay nima? Qudam, aeroplan elib nima qilamiz? Aeroplan olmasak, poyez olamiz, qudam. Cho. O'lga qiyri. Bulanchining o'zligi bu. Texmini ziyon tatqizmoqchi ekan. Qarab tur. Qudam, nima o'ylayapsiz? Men sizlarning malikadek e'tiborli qizlarga bir o'rda satpasammi, arziydi deganni o'ylayapman, qudam. Bu ulan nima degani-da? O taş sanışı, ben kum sanayım.
Nimani xiyol qilib ketdilar, qudam? Ha? Manmi? Biz ikki ailenin balaları mijazi şundaq o'xshaydi. Igiz pakaligi, o'riq semizligimi shundaq mos kelgan. Jahonning u chetiga beribmi, bundaq mos kelgan bir juftlarni topqila olmaydi, shundaqmi? Shundaq. Men shundaq o'ylayman. Ularchi Xudo qo'shgan bir juftlar desalar, ularga bundan ortiq muvofiq odam chiqmaydi. Shunga biz ikki oila qurilishyapmiz emasmi? Albatta shundaq, qudam. Biz degan quda tursak, Shundaq, men demoqchi bo'lganim, qudam biz qaysi quda bo'laylik? qaychi quda? To'g'ri. Demoqchi bo'lganim, qizingiz Ro'shangulni o'g'lim ahliga bersangiz, buningda biz texmi yaqin qudalardan bo'lmaymizmi? Cha! Hey, Ali! Ha, mana. Qaytib keldingmi, dada? Hamma tinchlikmi? Adingmi, dada? Ya qarimidan. Apangga deb qo'y, men kelguncha suv qashib tursin. Men bu hammangni, qudimizni olib qo'yib kelay, Cho. Qanaqa ekan quda? Gap bitin bu. Ro'shangul! Tez kelib yordamlash. Mana opa. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning bu qizingiz bilan mening o'g'lim toza maskagidek, xuddi Kavkaz ziri satganga o'xshash, texmi yaxshi bo'ldi. To'g'ri dedilar, qudam. Bu uyda mening deginim hisob. Amiz kelishdikmi? Bo'ladi, kelishdik. Dasturxon ekladigan ishni keyin deyshaydi. Bu ishni Qurbon hayitdan avval bitirib o'tay yaqinda. Bo'ladi. Deganlardek bo'lsa, qudam. Ma'qulamisa? Nima? Qaychi quda? Shundaq. Gapimni anglasizlar. Ularning qizi qanchalik to'yliq talab qilsa, bizmichi qizimizga shunchalik talab qilamiz. Meningcha bu ish toz muvofiq bo'lmabdi. Undaq emas. Baravar asosda qizimizni yotliq qilib etsak, bu noiti yaxshi emasmi, dadasi? Ha? Biroq bizning qizimiz bir qitim to'y qilib bo'lgan tursa, Buning nemisi yomon? Bo'laverdi. Ansirimizlar? Qaychi quda? Dadaning nima o'ylaydig'ini zodi bilmadim. Puldan boshqa yana nima bo'ladi? Yana shu pul. Bo'ldi, opa. To'yning ishidan siz ansirmang. Shernay. Ha? Sen degan jipni og'ash keldim. Ma. Hey, dada. Nimishqa bundaq yipni oldingiz? Bu degan arzon. Bundaq yipni kechda tiksa, necha kundalar pitidan tushib ketadi. Buning bilan nima qarang? Satali sog'lab bo'lmadimi? Siz bekli bexilkansiz, dada. Shernay! To'xta! Hammasi sening kasofting. Uni agilitib, mushunda qilib qo'yding. Biroq uni degin to'g'ri tursa. Xo'shamisa? Qizim, bu ishda mening gapimni angla. Xotirjam bo'l, ha? Nima? Tegmayman. Undaq sisiq mavzusi uchun o'zingiz teging. Ondaqdan nim bo'pti? Uning bir opdan hunari bor. Pul topsanglar bo'lmadimi? Uning oilasi ham boy. To'y qilgandan keyin u butunlay sening diningni anglaydi. Sen o'ng'i desang, u hargiz so'lg'maydi. Bundaq arni nerdan topsan, qizim? U sening atrofingda cho'g'lab yuradi. Men-chi, buni allaqachon o'ylab qo'ydim. To'yni noyda hashamatli qilamiz, ha? Seni noyda chiroyli yasab, butun shahardagilarning ko'zidan o't chiqarib etamiz. Buning uchun bir 200 mehmon chaqirsak arziydi. Sen obdan o'ylab baq. Sen degan bir qatim to'y qilib bo'lgan odam. Shong yana nazlanib o'tirma, ha?
Ondaqda bo'lmaydi. Ularning qizi qanchalik to'yliq desa, menga shunchalik erish kerak. Ma'qul. Men-chi seni hargiz ziyon tatqizmayman. Biz-chi ko'proq ish qilishimiz kerak. Sanglarning to'y ishi uchun oz pul xarjlamidoq. Qara bolam, u qiz-chi. Amaliyati bir qatim to'y qilib bo'lgan bilan hunuri bor. Uni kelin qilsak bir tilla to'kiladigan daraxtning o'zi bo'ladi. Qandaq? Bundaq yaxshi ishni men tushimdimi o'ylayman. Biroq to'yni mushundabli qilamizmi? O'ylaganimizga erishimiz deydiganmiz, ko'proq pul tepish kerak. Pul degan bu narsani 10 tin topadigan ish bo'lsa, hargiz bal qo'yotmaslik kerak. Ma'qul dada. Ey. Hoy. Dada, buni nima qilamiz? Qara bolam. Biz o'tikning boshlig'ining yerimiga qo'y terisi, yerimiga lata ishlatamiz. Ondan chamni chiroyli chaplaymiz. Xurumni amalba oz ishlatamiz. Ko'rdingmi? Chamni chiroyli qilib sipni o'rnatamiz. Buningda ham tanarqini tejigili, ham vaqtni tejigili bo'ladi. Bir kunda necha 10 jup bitirib olamiz. Apa, bu eshak yo'lini ishlasak uzun o'tmay tuki tushib ketmamdi. Ahmaq. Qo'llarni ishlatmasang hargizmi jiq pul topolmaysan. Ancha-muncha hunar ishlatmasimi bo'lmaydi. Asli gapga kelsak, sen to'y qilsang, yili uni olaman, yili buni olaman desang, pul osmondan tushmaydigan-ku qizim. Bu ishni sana ko'zitib qo'yay, qara, chamni o'rnatib, pashnisini joyiga qo'yibla, ustiga bir qavat sir berib, boshqa sifati yaxshi mollar qatoriga qo'ysaqla, Rossiyaga saqligini hech kim bilmaydi. Biroq bu suvi taksila erib ketmamdi. Voy, buning bilan nima qaring sening? Setib chiqasanglar bo'lmadimi? Biz avval buningdan 200 jup tikayli, ondan ras oyoqni savdogarlarga sotamiz. Ondan u yana oyoqda kelgan chaqda buni qo'shib o'tamiz. Shuning bilan pul o'zi kelmamda. To'g'ri. Oyoqning shakli cho'qim yangi ham moda bo'lish kerak. Ularning diqqatini tortalisizlar, sifati bilan hisoblashib o'tirmaydi. Agar biroz bilib qilib uyga izlab kelsa, yuzimizga sat emasmi? Hey, sen-chi meni bo'sh chaqlab qapsan. Qandoq yaxshi molingiz bor? Bizning ambarda yana 5 dona subatlik bilan bor emasmi? Biz uni ep chiqib ba'zini tushirib to'xtab sotamiz. Xaridorni jalb qilamiz, ondan ular diqqat qilmagan chaqda bu gilamlarni sotamiz. Qandoq amalim bo'lamdi ekan? Buni qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Men-chi bir qo'lidan ish qiladigan yigitni ko'rib qo'ydim. U o'tirga chiqsa hech qanday chataq chiqmaydi. Voy, bizni tag'li beyimiz qizim. Amalingiz haqiqatan ko'pgan-chimi? Albatta, men bu g'ishqila bu oila musholga kelgan degina. Rostaysiz, apa, rostaysiz. Hisoblab boqaylik, Kendir qog'ozi biri 30 pun, latining biri 10 pun. Xurumning arzinini ishlatsak, 200 jup oyoqda jami 4-5 ming ko'y topadi ekanmiz. 4-5 ming ko'y, qara, mana 300 jup bo'zchi. 300 jupda Ötürüp tiptiniz İşni başlaymen İşikni dinlep Üner işledik Erkil zulmani Kuşu topuymen Eplep seplep Altı okkuzu Tunni ozkaşlep Hayda tapar men Esesselep Altı okkuzu Gece etraf dipdiniz
başlayman tümlükni dümle Beyşu dirige kartonni yemle Ayakni çemle tatimen eple Oster kuzu bulmaz gajlem Haylallar men Mekkesile Oster kuzu bulmaz gajlem Hayda ağlar men Mekkesile Ezan sattım, ne sattım? Tez gelin la tez. Tegepke sıkamaydı. Tez gelin la. Şanghay'da yengeltirgen ayakla. Ау аяқ сатқышы болады екен. Ha, bu dedi ekan. Қойчо, содық епі бар, һәм гәпке мұлқысты екен. Сән оны көпірек өген, ha? Ezan sattım, ne sattım? Şanghay'da yengeltirgen ayakla. Tez gelin la. Aldırman la. Bir-birlep gelin la. Bir-birlep gelin la. Mana, mal sizne. Bunu da aldırmay gelin la. Gilem setilala, gilem setilala. Bir partisi 200 yuan. Başka yerde üstü jengem set alamayızlar. Şundak gilem, karala. Şundak nefis toklagan gilem. Man karala, nime degen nefis? Çelaylak mekan? Bu gilem nefis. Hakikaten yaxşı. Şundak yaxşı gilem. Bu hakikaten nefis toklagan gilem. Ey kızım, avu jigitni kördün mü? Menin közüm adım donum diken. Gepki nime degen usta jigit bu? O, hakikaten gep ustiken appa. Bir partisi 200 yuan. Hakikaten bek erzak. Makul. Başka yerden istemme tapamayısılar. İstiyorsanız seti olamaysılar. Gülür şundak çıraylık. Dağları gözüm çaklı tudu. Bazı erzak. Tez bulunla tez. Tez bulunla kalmaydı. Tez bulunla tez. Appa, bugün gelemle hakikaten test etip olduk ha? Men burala degen o köprek pul tapkın bolsa menin gepimni anla dep. Ondaqda öydeginim eçqip setip deyli. Onun texi vaqti emas kızım. Ekki deyman. Aldırmay tursak, şundaq yaxşı setilsila, kişiler aldımızga özü izdep kelidi. Appa, hemmeni silip aldınız go. Uçup ketishdan qo'rqaman. Men persent ayrıyman. Hey, bir ayrı kişiler turib nima persentkan on? Sana nima kerak bo'lsa epasam bo'lmadimi? Men çoğun dukan açıman. Sana ep beray. Ep beray. Men halık alaman. Ep beray. Alaman. Ma'qul. Ep berman deganligim bo'lmadimi? Dada, Nima ish o'g'lim, ha? dada, bugün ayaklarının hemmesini sattık. Hele sahtı mallarını mı sattın mı? Aldırma balam. Bazacho toza yaxshilanganda heliqi 200 jup oyoqni ep chiqib, bir yo'lini qo'ldan chiqaramiz. Qarab tur.
Nimaga qarayapsan? Hey, Ha, hech nimaga dada. Pul degan yaxshi narsa. Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa deganni o'ylayapman. shundoq bo'lmaychi o'g'lim, pul degan erlarning qoni deb bildingmi? U pul Mak. Kelinglar. Arzon gilam. Boshqa joydan 300 so'mga topolmaysizlar. Arzon sotdim. Kelinglar. Chiroyli gilam. Yaxshi gilam. Qani kelinglar. Qani kelinglar. Kelinglar. Oldirib berib qarab boqay. Qani qarab beqing. Qandoq ekan? Shundoq chiroyli. Gullarimiz shundoq chiroyli. Qani keling. Ko'p beqinglar. Kechiringlar. İki so'mma? Shundoq 2 so'm. Qara, bu gilam bo'ladigan juma. Gullari nafis, sifatimi yaxshi ham bahosi arzonkan. Bu 200 so'mga haqiqatan Men arzimagan. bundoq arzongilamni ko'rib boqmabdi ekanman. Buni chiqaraq setib olib, foydasi qilsak chiqib pul Ha, topadigan emas. ma'qul. Hey, gilam sotquchi, hey. Aka, gilam olamsiz? Ha. Bu gilamning bahosi 200 so'm. Bundaq yaxshi gilamni hech nerdan topolmaysiz. Qarang, gullar nihoyat ko'rkam. Shundoq yaxshi to'qilgan gilam bu. Qarab beqing, bak arzon. Shundoq nafs to'qilgan. Yigit, bu gilamni nerda to'qigan? Bu gilamni chat Midirlamang, ha? Midirlamang. Hech yo'q-da? Chataq yo'q. Hech yo'q. Gilam olamsiz? İlishni olaman. Har birisida 5 so'mdan tushirpasam, men hammasini olaman, qandaq? Bo'lmaydi. 1 so'mni tushirishga hargiz bo'lmaydi. Shundoq bo'lsin, afka. Bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, kelishdik, ha? Har birisida 5 so'm tushirib ber. Bo'lmaydi. Bo'ldi, qila kelishdik. Bo'la. Qo'lingni qo'ying. Kelishdik, bo'ldimi? Kelishdik, ha? Bu siz her bir gilamda 5 so'mdan tutib qolaman deb yana hamma puldan 5 so'm tutib qolibsiz-ku. Nahayt shu 5 so'mga ofka. Yo'q, bo'ldi, sotmayman. Bo'ldi. Ay, to'xtat tur, hemen beray. Qo'lingni acha. Qo'lingni ber. Voy, ola mana. Bu navatni sana bekaga berdim. Bu Mana. Ha, bo'ldi. Qaranlikni olasiz, ha, mana. Ha, bo'ldi, oldirmay turing. Ha, mana. Shundoq ekan. Oldirmay turing, ha. Ha, Shanxaydan keltirilgan esil oyoq. Kirimidi, masala yo'q. Chataq yo'q. Ketib olay shu. Oyoqdan sutidi, masala yo'q. Mana beri. Ha, mana sizga. qizli dedim bir neni bitirga. Ha, bo'ldi, oldirmay turing. Ondan bozorga ilk chiqsa. Mana mavzu sizni. Hey, oyoq sotquchi. Ha, Bu oyoqda yana qanchalik bor? oyoq olamsiz. Olay degan. Hammasi shu. Ay, biroq bir qimmatgan. Siz hammasini menga 80 tiyin tushirib bering, qandaq? Bo'lamdi? Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, men hammasini olma dedim-ku. Qarang bu ishga ayolcha oyoqqa. Bek chiroyli ekan. Ammisaq tugab ketdikmi? Hey, appa, qarang. Appa. Bo'ldi, men Bo'lmaydi. Bir tiyin kam bo'lsa bo'lmaydi. Yo'q, sotamayman. Hey, bu Topolmaysiz. pulchi hargiz kam emas. Ila buni. Siz nimanda qamdi? Voy, yo'q, bo'lmaydi, bek arzon bo'lib ketdi. Qulda berdigan siz asingizchi. Voy, mening tomoqim. Ajabmi yarashdi. Nimaga chiroyli? Ha. 50, 60, 70, Bu ishkisini o'zimiz qilaylik, ha? 100. Ha, bu ishkisini mi oldik? Sizga deb qo'yay, pul hargizmi kam emas. Ha, obdan sana pul bering. Ma'qul. Dilshod. Ha, mana. Apa? Nemish? Bu yoqqa kel. Bu eshikni ko'tarib ustiga ep chiqib baygin. Ha. Avayla, ha? Oy. Ha.
Nima degan ig'ir? Qanday qimmatli narsa bu? Hammasi sizlar uchun bolam. Sening to'y ishing buningdimi eg'ir? Qarag'ana, bu xurum oyoqlar ham arzon, ham chiroyli qara. Arzamalning yaxshisi yo'q. Osh. Sen nimani bilatding? Savdo qilishni bilmasan, qaysi oilaning qizi sen tegishga jur'at qila olaydi? He, apa. Osh, ne turg'ana? Hey, abba akangni ko'tirish beray. Voy! Bu material setib oladigan pul. Bu boshning puli. Buni to'yga ishlatay. Buni opamga beray. Dada, men sizga bir narsa setib oldim. Dada, qarang, bu chapan bo'lant ekan. Ha? Dada, Ha? Kimning bu? sizga setib oldim. Voy. Kiyim elib nima qilasan deyman, mening botursa. Dada, bu bek ko'nirab ketibdi. Almashtiradigan vaqtim bo'lib qopti. Shuni setib oldim. Bo'ldi, qaytirib at. Men kiymayman. Sen to'y qilsang, pul ketadi. Akang to'y qilsa pul ketadi. Ammisiga pul ketadi, pul. Mening nima buncha ko'p pulim bo'lsin? Buni cho'qim xili jiq pulga olding. Qaytirib at, eng yaxshisi. Menga qaytirib at. Oy can. Nerede? Abba, bekle shaxsiyat ekansiz-ku. Osh, aynaki qarashning shaxsiyatchilik bilan nima munosabati? Appa qizim, qarag'ana, bu kiyimlarim yarashibdimi? Voy, abba, bo'pti. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Qarab boqaychi, bo'libmi? Bu oyog'ingiz xuddi kinolardagi oqsoqlarnikidek. Yo'q. Malikning opsidek bo'libsiz. Qarslar dadisi, bu oyoq chiroyliqmikan? Menchi bu oyoqni kiyib to'yga boradigan bo'lsam, shahardagi hamma xotinlar qarab og'zini ochib, "Hanviqib qoladi" desalar. Menikiga qarang, dada. Menikiga qarsilar? Menikiga qarang. Ro'shangul. Mana keldim. Mangayli. Yuringlar, mangayli. Talay hoja, tinchlikmi? Qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Tinchlik. Yuringlar, Mangayli. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ro'shangul, bo'ldi sakrmayman. Bo'lmasa oyog'ingni paskan qilib olasan. Voy, abba, undaq bo'lmaydi. Qarang. Nima degan chiroyli oyoq bu? Nereden aldın? Shangaldan oldim. Haqiqatan chiroyli ekan. Talayxonaja, oyog'ingiz bek chiroyli ekan. Nereden setib oldingiz? Bek chiroyli ekan bu oyoq. Bu oyoqni-chu, ilqi nima? Malayziyadan kirgizilgan ekan. Bilamsiz, bu oyoq faqat ikki juftli kirgizilibdi ekan. Qizim bilan ikkimiz setib oldik. Bak qimmat. Menlar,
Men yoqtirib qolsam, pul bilan hisoblashib o'tirmayman. Albatta, ma'lum o pulga tushliq bo'ladi-da. Shu emasmi? Men odatda baho talashmayman. Faqat yoqtirsam setib olman. Pulni xajmay nima qilamiz? Voy, bek chiroyli oyoq ekan bu. Rahmat. Mening mo setibag'im botdi. Lekin baq qimmatgan. Azroq bo'lgan bo'lsa-chi kashki. Yuringlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tdan. O'tdan. Qani, o'tirsizlar? Qani, baxsizlar. Hey, oltirapa qizib ketdi. Berib ko'rib kelaylik. Yuringlar. Ko'rib kelaylikchi. Ay, Taleyxonachi, oltirak berib usloynab bu import qilgan oyog'ingizni hammaga ko'rsatib qo'ymamsiz. Yuring. Yuring. Oyey. Nima bo'ldi? Voy. Qara. Bu Malayziyadan import qilgan oyoqmi ajrab ketar ekan, ha? Nemish bu? Qaringiz nima? Sizlarning mening oyoqim bilan nima qarinlar, ha? Ajrab kelsa nima bo'pti? Ajrab kelsa mening oyoqim ajrab ketdi. Ish qilib men bu oyoqni bak qimmat olgan. Oyey. Isvagan zipo zinnatlarimmi? Necha ming so'mlik keladi? Tek kulib meni maza qilib ketishni. Oyey. Rakimni qara. Ha, kulayveringlar. Kulib erkinglar tushib qolsin. Osh, ketaychi. Ne bo'lgandi? Apla. Hey! Ilgirmozdos. Nemişki menen de qeyri xotini aldaydı deymen. Kişilerin aldıda yüzüm muqammidi. Buna dekin kişilerge qanda qarayman. Yüzüm bek düşüp ketdi. Bo'ldi apa. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men burilla azan go'shning sho'rpisi yo'q desam, meni ahmoq deb tilladingiz. Hozir ba'zi odamlar-chu pul tepish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hey, apa, siz doim yuvashni bo'zak etmasak, qiyomat so'rig'i bo'ldi dedingiz-ku. Nima? Men ochiq yutib yotsam, sen meni mazza qilyapsan. Yo'qol. Buni o'zingiz degan-ku. Og'zing ushim. Ko'zimdan yo'qol. Ha, ma'qul. Yo'qol deyman. Nima ish bo'ldi? Bu nima qilinglar xotin? Kechiring, bu atrofda bir oyoq sotqichini ko'rdingizmi? Ha? Qanday oyoq sotqichi? Beshiga teri to'maq kiyib olgan odam. Tarafga berib istab beqin. Bova, gilam olamsiz? Olaman. Qancha parcha bor? 10 parcha.
Süpüte naydi yaxşı. Qarang ha. Qarab beqing ha. Qarang ha. Bo'lamdi ekan. Yigit, buni ko'rdingizmi? Bu eshak yo'ng to'qilgan gilamkan emasmi? Pulga yaramaydi. Eshak yo'ngida? Shundoq qaramamsiz. Qaramamsan yigit, men aldaydigan bitim. Roşengül, tapaladın mı? Tapamadım. Tulu meni putlarım üzülüp gidey dedi. Helik ayakçıdan karşı mı görünmeydi? Esta, endi qandaq mı qılaman? Bu ölgür aldamcı həcəb tezla yoqab ketibdi dese. Ah xuda, emmala yaramaz pika taleple. Ah xuda, yana özüm berip izdey. Apa, nemeki qaravatısız? Gep qilma. Dal shu ablah. Men onun putini chaqvatmaydigan bo'lsam, Apsi astaraq men Allah. men onun tomog'idan tonib oldim. Uni hargiz ochirib qo'ymayman. Uning beshini yaratmasam hisob emas. Voy mening to'miqim! To'xtayman! Apa! Sen berib tez dadamni chaqir. Uni qochirib qo'yish kerak. To'miqim! Mening to'miqim! Aldamchi! Mening to'miqim! To'xtayman! To'xta! Bu aldamchi! Aldamchi! To'xta deyman! To'xta! Aldamchi! To'xta deyapman! Xudo! Qaysi qilgan gunohimga meni bundoq jazolaysan? Oy. Bulama. Yardım şey. Meni yulib olsanglarchi. Ovaylan. Aldırma ya. Aldırma. Ovaylan. Ko'zim ishnimni ko'mayapti. Qanday qilaman? Ovaylan. Ele, bunu da sürtü bile. Oy. Siz men izlayotgan yiliq aldamchi emaskansiz-ku. Ben sizni qachon aldıgan? Kechiring aka, ko'zim torlashib qopti. Hargiz xafa bo'lmang. Ey saran xotun! Sen mening ishak arvamni kadın çıkadın tölep be! Oy, kechiring, ko'zim qarg'ib bo'lib qopti. Közün karığı bolamda bomamda mening karım yok. Arvamni tölep be! Arvam künde 30 so'm tapalaydı. Sen bana 200 so'm tölep bersen, eğer tölep vermeydigan bolsam, men seni hergiz boş koyup etmeymen. Anladın mı? Oy aka, kechiring, Xudoning haq hurmati bilan menga yordam qilgan bo'lsangiz, mening bir tiyimi pulim yo'q. Jamoat, men uchun bir yig'iz gap qilib qo'ysanglar-chi, men sirtdan kelgan xotin, yenimda bir tiyimi pulim yo'q. Pulum yok. Pulum bo'lmasa mayli. Menimcha qo'lingdagi ovi oltin bilezikni bersanmi bo'ladi. Oy, bu mening jinimni og'am bilan baravar. Oyoq sotadigan aldamchi meni tugashtirdi-ku endi. Apa, Dadam qani? uyda yo'q ekan. Ah xudo, u o'lgir qayri. Men nima degan sho'r peshani, qo'lidan yetishganmigan bu ahaq degandan. Oy. Apa, zaten ish bo'ldi. Ha? Sorma, aldamchini tutamadim. Yana 2 so'm pulni bulab ketdi. Nima? 2 so'mni bulab ketdi? Amsa tezda deloni olib qilaylik. Tez bo'ling, apa. Turing. Nima deylo? O'zimga as, men o'zimgacha avvalchiq tepishni xohlamayman. Dadisi, qo'ying. Sen mi ye?
nima degan tatliq? Tu. Gilenning hammani yandırıp kelsen go. Hech kim buni setib olmadi. Nimishqa? Ular buningga eshak yungi aralashtiribdi deydi. Söyleme. Balam. Biz aldanıptık. Ey. Asta. Nimaga qarab tursan? Tez berib izlamabsan, tezmi? Bu ne? Asta. Men azaldan bundaq cho'q ziyon tatib boqmagan. Tugashdi. Astag'firullah. Nima ish bo'ldi? Tugidi. Aldamchi hammani aldab ketibdi. Kimni aldidi? Meni ummamda. Sadi nima ish bo'ldi? Tez berib izla. Berib izla. Berib iz. Nimaga turasan? Berib izla. Voy. Endi tugashdim. Endi qanday qilaman? Qani kelinglar. Marhamat. Kaynolarni qarshi olaman. Qani ko'ringlar. Qani. Ko'rib beqing. Bu chimen do'ppa. Mana bu badam do'ppa. Qani ko'rib beqing. Qani ko'ring. Buni ko'rib beqing. Bog'dak, rostla bog'dak. Ha. Yarashdi. Qani xalqancha ko'rib beqinglar. Qaytarsizlar, yana kelasizlar. Ma'qul emas. Xo'sh. Ma'qul. Yana kelasizlar. Ular do'ppimizni yaxshi ko'rib qopti. Men yana xarida boshlab kelaman. Ma'qul. Rahmat Xo'sh, sizga. Xo'sh. Avaylab ma'asizlar. Hey. Bek saqlab ketgan o'xshamamsiz. Yaqay. Ohoy. Sodingiz bek yaxshi o'xshamamdi. Hammani setib olay deb qopsiz-ku. Kim deydi? Sizga bir xush xabar aytay. Men tikkan kostyumlar yarmankaga qatnashtirilgan bo'ldi. Rasma? Bek yaxshi bo'pti. Qarang. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim.
Aka, gilam satqan adamni ko'rdingizmi? Ha, yo'q, ko'rmadim. Ha, nima lozim? Avar qildim. O tarafga berib so'rab berdim. Av tarafga, Shundoq ma'qul, uzun rahmat. Udolmang. Tuzit qilmay ilibagin. Rahmat. Yana qo'ldan chiqargan bir asmal bor. Bu Pul. Bunundan xotirjam bo'l. Qog'alarini setib bo'lsang, biraqli beraman. Apa? Ha? Nima ish? Xotirjam bo'l. Gilamni hozircha satmay turayli. nima ishqa? Heliqi gilam setib olgan odam seni izlab yetibdi-dek. Sen avval yoshirinib tur. Agar birasi tunib olsa, ikkilimizga yaxshi emas. Avval buni hajlab turgan ish bo'lsa. Ala, yana izlayman, jimo? Ha? Bu pul. Ayolimga ishga qor kiyim setib olishga yetgidek. Nasbasti, u odamni topolmadim. Hey, tazimi bir yaramas nima ekansan? Yana o'zim berib izday. Dada, bo'ldi barmang. Uni hech kim tonimaydi ekan. Yanala saqchiga ma'lum qilayli. Og'zingni yom. Yana menga avorchilik etmamoqchimi? Elam. Rahmat balam. Mening yeshim cho'ngib qoldi. Kiyimimni unutib qoptiman. Sana qandoq rahmat etishni bilmayapman. Undaq demang, tag'a. Senandek ahmaq dunyoda oz uchraydi. Nemishqa bika haq sovg'a qilasan deyman, ha? Appa, o'zimga tavali bo'lmagan pulni men hargiz olmayman, appa. Lay 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 lay. Ay. Hu ahmaq. Ali, tezman, yana pul silib oljimi? Ha, elib oldim. Üzüm eli olunla üzüm. Temimiz bulanmayman. Üzüm eli olunla. Üzüm bek tatlı. Üzüm eli olunla üzüm. Üzüm bek tatlı. Temimiz bulanmayman. O'shanga uzum yemsiz. Mushunimi so'rash ketamdi. Üzüm bek tatlı. Yoqtirmay qolarmikin deb men Üzüm eli olunla üzüm. siz amroqmi? Üzüm Men bek kichik tatlı. uzum yeyishni yaxshi ko'raman. 1 kilo bering, ha? Ha, ma'qul, ma'qul. Apam bizning uyga dasturxon akiradigan kuni kirim qildirman deydi. Menmi cho'qim qildirman. U kuni apamni chiroyli yasab, cho'qim xushal qilib etaman. Meningcha nurg'un jihatda alaylikim bor. Hey, shundaqmi? Ha, shundaq. Men qanday qilaman? Hey. Mening akam Dilshod o'tib ketgan bir ahmoq. O ishni olmayman deydi. Tazimi qamlashmagan. Biz to'yimizni ularda qilsak hargiz bo'lmaydi-jumi? Shundaq, men shundaq o'ylayman. Mening singlimmi bir ahmoq. Umi hech nima olmayman deydi. Hey, tazimi qiziqishda bu. Ikki ahmoq bir yerga kelibdi. To'g'ri dedingiz. To'g'ri dedingiz. Ikkimizning mijozi buncha mos keldigini o'ylamabdi-kanman. Hey, siz bu chuchukizimni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rman. Chuchugini bek yaxshi ko'rmayman. Biz nurg'un jihatdan o'xshashganmiz. Bek o'xshaydi ekanmiz ikkimiz. Her ikimiz
eside bir nikalı bulan biz. Her ikimiz eside bir nikalı bulan biz. Birimizni tapolmay, Boyun kesip yürgen biz. endi bizde pipiştuk. Çimkaplaştık yepiştik. Endi bizde pipiştik. Çimkaplaştık yepiştik. Senin ben ozilim ben, senin olmayı kimdim ben. Ezizane çok şedin titip alan kulumda. Her ikimiz eside bir nikalı bulan biz. Her ikimiz eside bir nikalı bulan biz. Her ikimiz eside bir nikalı bulan biz. Kulni azni yaratmay, Köyde boytak yakan biz. aşık meşuk kulaylı. Bunu çaksan tapaydı. Aşık meşik bulaydı. Bunu çaksan tapaydı. Senin ben ozilim ben, senin olmayı kimdim ben. Ezizane çok şedin titip alan kulumda. Her ikimiz eside bir nikalı. Men silini kessiler davatıman, kessiler. Hey! Bu nim kığınыңla? Bu dige xeridarның. Meyner öpkes qandaq buludu? Hey! Xeridarının bosu nim boptu, ha? Öydik işlemden zarını çağrıları yok. Siledek erdim, bek bizar olup kettim. Xeridarını oylaş, bizning mas'uliyetimiz. Xeridarını oylaş degenin hemmisi quruq gap. Hemmisi saq tüpes. Deganinglar xata. Savdo qildiganlarning ko'pinchisi yaxshi. Köpüncüsü degenlerin nemesi, ha? Sile degençe benim erim. Ölgür xeri. Hey. Bu xotin azroq pulni deb sarangib qolay deb qapti. Hey. Nan ilinglar nan. Hem issiq, hem mizlik. Hozirli tonurdan qo'madim. Nan olamsiz. Nan olamsiz. Birini bering. Bo'ldi, amay. Qudam. Oy. Xudam, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qasla. Bizning o odam aldamchini tepamidi. Sizlar yordam qilib o oyoq sotgan aldamchini tepasizlar. O meni qo'yib etdi. Necha kun izlabmi topamadim. Agar men o aldamchini tepib oladigan bo'lsam, yerim uloq qilib qo'ymasam, hisob emas. Voy, qudam, sizga nima bo'ldi? Hech nima. Amsim nimaga qilib ketdilar? Anlasam sizlar aldamchiq oldini berib, ziyoda ochiqni berib doim shundoq qildigan qoplar. Dahada o aldamchini topmay bo'lmaydi. Uni adabini berish kerak. Adabini berish kerak o aldamchining. To'g'ri dedilar. Agar uni tuta olsak, cho'qim qonunga topshirib berish kerak. Hey, qudam, sizlarmi mo'zduz-ku? Qudam, mo'zduz bilan mo'zduz o'xshamaydi juma. Men azaldan undaq nachar ishni qilmayman. Sizlar qandaqsiga mendan gumonlanib qoldilar. Hey, qudam, gumonlanganim yo'q. Demakchi bo'g'inim, o'xshash kasbdikilarni tunimdikin deyman, ha? Ma'qul, men cho'qim surishtirib boqaman. Ma'qul, rahmat. Xo'sh emisa. Xo'sh. Bog'dek. Ha, bu kim bo'ladi ekan? Men sinab baqsam bo'lamdi. Bu degan ayolcha. Kerak yo'q. Ayolimning bo'yi meningchilik bor. Agar menga kelsa, ayolimga mi keladi? Nima degan qizqarliq? Undaq bo'lsa sinab beqing. Ma'qul, sinab baqay. Bo'ladi ekan. Mushun olay. Ma'qul, qachlab beray.
Bu neydi? Xo'sh amsa. Rahmet. Hoş. Sen aldamchi! Aldamchini tutinglar! Aldamchini! Aldamchini tutinglar! Qochib ketmasin! Aldamchi! Aldamchini tutinglar! Ali tez bo'l, tez bo'l. Men hali aldamchini ko'rdim. Qani? Qochib ketdi. Tez bo'linib izlaylik, sen u tarafga bor. Men bu tarafga boray. Tez bo'l. Maqul. Aldamchi! Aldamchi! Aldamchini tutinglar! Aldamchini tutinglar! U kazzab! Aldamchi! Tez ishini yechinglar. Men aldamchini tutmasam bo'lmaydi. Yaxshi. Mulozim, bu ishni yeb qo'ying. Kazzab qochib ketdi. Mulozim, bu ishni yepilib qoldi-ku. Yaxshi. Tag'a kimni izlaysiz? Men bir aldamchini izlayapman. Nima? Hiyla qilgan sotgan aldamchini. Qizchaq, burutliq, egiz bo'yliq bir odamni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Efendim, shopburut bir yigitni ko'rdingizmi? Qizchaq, bir yigitni ko'rdingizmi? Shopburutliq. Yerim kun gap qilsam bir gochkan qilma. Bu Recep meni g'adirib etdi, ha? Tasimi ustab ketdim. Men bo'ldi. Nari o'zag'irotdi. Asli bir qochganda. Keling. Men bo'ldi. Ay, asta. Astırak. Keling, o'ltir. Asta. Sen saqlab turing. Voy. Xotin. Tez kelib o'tigimni soldirib qo'y. Mana keldim. Voy. Bo'la. Voy. Qandaqsiga bunda xo'p ketdi. Elaqa aldamchini qo'g'layman deb bo'lmamdi. U o'lgur aldamchi. Bek og'rib ketdi. Ey, avi o'ltirgan xotin kim u? Ha? O yezdan kelgan ekan, mijozi xo'p qapti. Uningga choy quyib berdim. Undaq degan. Voy. O'g'lim yezdan xotin olgan bo'lsa, menmi buncha avarib yurmagan bo'latdim-da. Bu mening xatoligim. Nimaga so'zlayverlar? U qochgan. Qocha? Kel, bu o'tikni soldirib qo'y. Voy. Astra tasam bo'lmamda. Bek og'rib ketdi. Ay. Akaslar.
Astıraqtab. Xudoyim jojisini bergay u aldamchining. Agar uni tutib olsam, qullig'ini uzib olmasam, hisob emas. Aldamchi! Aldamchi tutinglar! Aldamchi! Aldamchi! O'qib chiqatmasin. Vaycan! Dada beni vurma! Ben Ali! Meni aldamga qo'ya! Yana aldamsa, ablah Dada! Ben Ali! Dada! Ben Ali! Ali? Aldamchi! Dada! Aldamchi deb meni urg'unim nemiz deymi? Sen nereden payda buldun Ardi? Onu tutamaylı da bağantım hemen. Kan! Ağzın bir... Kan! Bu. Daha aldamchi kaçıp gitti de. Boldi. Voy, nim bo'ldi balam, qan chiqibdi o'pdan balam. Bu yaramaz xotin. Men o aldamchini hamma yerdan izlab yursam, sen onu uyga yushirib qo'yibsan ku. Uni aldamchi qilib men nereden bilaman? Sen onun şapırtını ko'midingmi? O ro'mol atib olgan do'stlar, men nereden ko'raman? Dada! Aho ayol qarang, O hiliqi bizning uydan qochib ketgan aldamchi emasmi o? qarang, kiyimiga, atvaga, ro'moliga xato emas. Uni qo'g'layli. To'xta. Uni qochirib qo'ymayli. Sen oqisidan qarab tur, qochib ketmasin. Men oldidan berib uning burdi bormi yo'q qarab boqay. Biz shundala bilalaymiz, ha? Uqtama. Ma'qul. Ali, tez bo'l. Bo'la. O hiliqi aldamchi dal shu. Qochirib qo'ymayli. Sen u tarafdan, men bu tarafdan maqay. Ma'qul. Uni yetishib ol. Bu odam nima ekanimga kirib oladigan-da. Xato emas. Hiliqi oyoq jasini olgan aldamchi shu. Uning terisini ta'tir so'ymasam hisob emas. Qani elanglar. Qani, bu yoqqa keling. Qani, bu yerda o'tiring. Choy iching. Eling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani keling. Yigit, choy kel. Ma'qul. Nima degan yuzi qilin qayri bu? Bo'lmaydi. Uningga o'zimni bir tunutib qo'ymaydigan bo'lsam. Ey Burut. Men amal qilib uning burutini ko'rishim kerak. Bu sizni. Qani mehmonlar, av ustalga beringlar. Ko'rib bo'ldingmi? Unimsiz qayri. Sen zaten neymiş qilmoqchisan? Herkes xapamang. Men xato qilib qaptiman. Men texi hiliqi burutliq mumkin deb. Quruq gap qilma. Romanning ichida qandoqsiga burut bo'ladi? Kechiring. Tunugun men ko'rgan hiliqi burutliq hiliqi aldamchimikin? Mang, soqchixonaga boramiz. Mang. Men bir qiyra odam. Qandoqsiga bu hiliqi Nima u bu degan? Saqchi yo'ldosh, bu qayri ayollarni ozdirmoqchi bo'lyapti. Yo'q. Men undaq emas. Men undaq emas. Herkes undaq emas. Men bir burutliq odamni izlayotgan hiliqi aldamchini. O bir aldamchi. Nima deydiganda bu? Burutliq aldamchimikan? Oy. O bek og'rib ketyapti. Boynimni midirtamayapti men. Oy. Boyningni og'irg'amiz doktorni chaqirib long qo'yg'izayli, bo'lamdi. Mushi og'ribatamda. Bu yachi. Bu ham og'ribatamda. Qattiq og'riyapti.
Mayli, qandaq ish bo'lmasin, hargiz qattiq vaqirmang. Oyey! Nima ish qilib vaqiraysiz? Men kasal manbasini tepyapman. Odam degan ba'zida o'lik, ba'zida tuban gap qildigan tursa. Ma'qul. Men sizni hozirla saqaytib qo'yaman. Bu nima qilganingiz? Qo'rqaman. Qo'rqaman, undaqda qaytib keting. Bir oydimi saqayanmaysiz. Qaytib keting. Ma'qul, men ko'zimni yumib olay. Bundaqda bo'ladi. Naydi yaxshi. Sizning go'shingiz chiqqan. Lo'nqi chin turdi, buni naydi tez saqayib ketadi. Xotirjam bo'ling, Xotirjam bo'ling. Men bek usab ketdim, lo'nqi tushib ketmas. Tushib ketmaydi. Naqshi aytsangizmi, usul o'ynasangizmi, tushib ketmaydi. Ishonmasangiz sinab beqing, Sen? Aldamchi! To'xta deyman! To'xta! Bu aldamchi! Hey, mening lo'nqam! To'xta! Bu saxtbaz aldamchi! To'xta deyman! To'xta! To'xta! Hey, to'xtang, mening lo'nqam! Hey! Bu aldamchi, to'xta deyman! To'xtang, to'xtang. Nima qilasiz, Mening lo'nqamni olib nima qilasiz? Texi pulni bermadingiz. Yana texini tillayapsiz. Qanday qilasiz? Men sizni tilimidim. Aldamchini tillayapman. Voy, haqkan. Sizni davola qilib bo'lmagidik. Xo'sh. To'xta deyman. Yeyib bitaman. Uqtilma. Obdan qudam, vergiz bundaq qilmang. Men mo aldamchiga aldandim. Hozirgacha aldamchini topa olmayapman. Pulni tezda qaytarib beraman. Bo'ldi qilingmi deyman, xotin. Men qarsla, bularni-chi qaytarmay qolmayman. Mana. Meni ko'ringlar. Meni saxta oyoqlar. Men qarsla qudam. Buni xapamay epkasizlar. Pulimni qaytarib beramlar. Talayxon, bo'ldi, xapimizlar. Bo'ldi qizlar. Bo'ldi, xapimizlar. Talayxon acha. O'tlarni ep keldi. Hammasi qo'riq o'tin. Hammasi o'rikning o'tini. Shabburit aldamchi shu. Sen axir tutib oldin, Obdan tag'a, men aldamchi emas. Sen aldamchi emasmi? Eshak shunga aralashtirilgan gilamni menga satding-ku. Shundaq, men satgan. Biroq bu gilam mening emas. Sening emasmi? Emas kimning? Ita. Bo'lmasa seni hargiz bosh qo'yatmayman. Ita. Bu Demsa demamsan. Bo'lmasa seni qozonga tiqib o'taman. Tez et. Ida. Bu gilam Talayxon achamning. Talayxon! Hapsini, yuzimni dikib oldim. Sizlar menga nahayt ko'p ziyon soldilar. Menmi bundaq to'yni qilmayman. Tez pulini qaytarib besla. O'g'lim qizlari bilan to'y qilmaydi. Voy. Sili pulni qaytarmaslar, mening qizimcha o'g'illarga tegmaydi. Tez pulini qaytarsizlar. O'g'lim qizlarini olmaydi. Pulimni qaytarmaslar, qizim o'g'illarga tegmaydi. O'g'lim olmaydi. Tegmaydi. Olmaydi. Tegmaydi. Hozirdan boshlab bizning aloqamiz qolmadi. Mening uchun sizda qudam yo'q. Uxlab tushdiring. Ham xiyol. Uxlab tushdiring. Ular kichikini pulni da boshqalar ziyon silib, oxiri o'zlari ziyon tortishdi. Nima degan satchilik bu, Kichikini pulni deb
Texmi ko'p ziyon tortdi deysizlar. Hey. Ammo gapimni anglang. Pul muhim emas. Agar o'shangil bilan Ali kelisha olsizlar, ularning barliq to'y chiqimini ko'tarishga roziman. Rost aytmayman. Rostmi? Albatta rost. Men deganimni qilaman hamma. Mana bu mening zakaz qilgan ish haqimning bir qismi. Sizga beray. Ularga men yordam qilaman. Bak yaxshi bo'ldi. Buncha ko'p pulni nerdan topdinglar? Hala emgigi toyini topgan. Dikende. Xudo o'zing ba, nega qatsang kim qini? Ay, oyjon! Nima qilyapsan? Midirlama. Bo'lmasa kesilib ketadi o. Midirlama. Astroq. Hey, midirlama. Şabrut kasap. To'xta! Mening Zampamni nega birsiz? Mening pulim. Mening holitim. Hey! To'xta! Pulim! Hey! Hey, pulim! Mening pulim. To'pamni qaytirib ber. Holitim! To'xta! Aldamchi! To'xta deyman. Pulim. Mening to'pam! Hey! Mening holitim! To'pamni qaytirib ber. To'xta deyman. Hey, to'xtam. Sizga mening pulimdan men Chiqishim kerak. Pul nima? Voy, oldirmay tursan, bilmamdimmi? Pulimni beribdi. O'zim berayman. Hey, to'xtam. Pulimni bermay tursan. 50 deb. Hey, to'g'ri emas, men 20 ming og'izga tursam, mana 25 deb. Hey,
to'xtab turing. Bu o'lgur qari, sen o'zingning eski do'ppisini tashlab qo'yib, mening yaxshi do'ppimni kechiring. Aldamchi qo'lay. Kechiring. Qoldiring aka. Kechiring. Akila adash. Kechiring. Aldamchi qani? Aldamchi to'xta! To'xta, ne qochsan? Yaxshi, tutib oldim. To'xta, ninimni to'la. Voyjon! Voyjon! Qani kela. To'xta! Voy! Kela, kamamsa? Kela. Voy. Voyjon! Voy. Voyjon! To'xta, birodar, achchiqlanma. Qara, non ye, non. Qani ola. Sen o aldamchini to'lagan bo'lsang, odamga his-tashlik qilishni bilsang, mening ninimni yeb turib, yana meni tishlamaysan. Qarab tur, men qandoq o'timankin, ha? Qarab tur, ha?
Neri ket? Yo'qol. 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 Birodar, sen tavuz qarayapsan? Shundoq. Bir o'g'ri sening tavuzliqingda tavuzlarni o'g'irlayapti. Rostmi? Shundoq, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boya ishning qolib ketgani bekor emaskanda, bu o'g'ri mushning bilan necha qitim keldi. Endi buni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Shundoq Yo'qlab ketibdi. Oyla. Rost. Tavziya, rahmat sana. Rahmat. O Soltak, o o'g'ri, men seni saqlab qolib necha kun bo'lgan edi. Seni axir tutib oldim. Men yaxshi odam, hargiz o'g'ri emas men. Ey, o'g'ri bo'lmasang nima tavuz o'g'irlaysan? Ish nima shuncha chiqaydi? Ha? Voy, qadrlik aka. Siz avval ishtingizni to'sib turing. Ha? Men tushib olay. Hamma gapni tushgandikin deb beray. Men hargiz ishonmayman. Ishtim yaxshi odamga o'val qilmaydi. Men yaxshi odam. Gapimni anglang, Xudo haqqi qasam qilay, men o'g'ri emas. Ha? O'g'irlikni qilgan sari shuncha ko'p qasam qiladi. Xudoning haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, bundaq demang. Men ishtimga ishonaman. Sening gapingga hargiz ishonmayman. Chiroyingdan chiqib turmamdi. Shu turqing bilan tavuz o'g'irlig'iga keldingmi? Qarag'ana, mening tavuzlarimni qilayotganingni. Bu o'g'ri. Ishonmasangiz surishtirib beqing, men guvoch deb beray. Guvochining keragi yo'q. Qarag'ana, shuncha tavuzlarim kerakdan chiqibdi. Oz bo'lgandimi? 200 so'm to'laysan. Men zinini to'lab beray. Bo'ladi. Necha pul to'laysan? Men sana 20 so'm to'lab beray. Nima deding? 20 so'm? Berib kichik bolni oldi. Undaqda yana 5 so'm qo'shay. 5 so'm qo'shsang bo'lmaydi. 30 so'm bo'lsin qandaq? Sen ishtimdan so'rab baq, qo'shilamdikin. Undaqda 40 so'm bo'lsin, 40 so'm bo'lsa bo'la qandaq? To'liq ko'tildi avama. Ona botur. Undaq bo'lsa 50 so'm bo'lsin. Bo'lmaydi. 50 so'mmi bo'lmamda? Qandaq degan gap bu? Qancha so'zlasanmi beka? 100 so'm bermasang seni qo'yatmayman. Bo'lmasa bu yerdan ketaman deb ham xiyol qilma. Nimanchichi? Ufka, qaytib kelmay 100 so'm to'lasammi to'lay. Men ishtimni epgat. Men to'lasam-go bo'la. Allah. Voy, atdi yana chiqib ketib, endi qaytib keldi-ku. Qanda qolgan saqal bu. 20 yil abdi-ku dadisi. Sening ko'ngillarda faqat o'zlaringla bor. Ögünlük oğlumuz için dastıxan apırmız. Bunu bilenla bilmemla. Sılının eslardı bulmasa, mening esimdi var. Ekesler pul besler. Pul yo'q. Qandaqsig bo'lmaydi? Pulni dehqonga berdim. Bu qaysi yanıdır itizlik qibadılama?
Balının işi bile karnları var mı, yok mu? Karım yok. Bu iş sadesini kollarıyla tüyüşetti. Yok al. Ma'qul, bu gapni o'zlari qildilar. Endi men ham karim yo'q. Men mi jah to'ydim? Men mi to'ydim? Mana bu uy kerak emas. Mana kerak emas. Karım yok. Karım yok. Mishna qilsam bo'lamdi. Bu naytimi bek chiroyli bo'lsin. Dilshod, Ha? Qarab tur. Men chiqib kiray. Ma'qul. O'zim bo'ldi, yo'qolib ketdingiz bek aldirashmi? hozir men Vangrayzga ishlayapman. Mening do'ppam O'rta Osiyo va Yevropa bozoriga kiribdi. Shundaqmi, nayt yaxshi bo'pti. Sizni tabriklayman. Siz laylagan kiyim birinchi darajali mukofotga erishibdi. Nima degan yaxshi? Dadamning gapini anglasam, uning deganimi to'g'ri. Uyimizda azroq ish chiqib, ziyon tatdiq. Dadam ochiqdan bo'g'ilib qolay deyotdi. Nimaga undaq bo'ladi? Dadangizning puli borligini kim bilmaydi? Unchalik pul uni hech nima qilolmaydi. Yo'q, bu dadamga munosabatli emas. Meningcha biz to'yni oddiyroq qilsakmikin degan. Bu ya bizning tunji to'yimiz bo'lmasa. To'y qilgan bo'lsam nima bo'pti? Men 8-10 qatim to'y qilsammi, men yenilimman. Shernayning to'yligi qanchalik bo'lsa, mening to'yligim shunchalik bo'ladi. Sizga shuni deb qo'yay. Qila olsangiz qiling. Qilolmasangiz yo'lingizga men. Rushangul, siz Hey. Qasım tağa, bu yoqqa keling. Sen nimaga kelding? Men bir ish bormikin deb kelgandim. Bir ishtimsan. Eliqi aldamchini tekchi tutolmadim. Biroq bugun o'g'lim uchun dasturxon olib beramiz. Qo'ynimni olmadik texe. Tozimi bir. Nasbasti, bu ishni qanday qilamiz ki? Qo'yni men berib akilay. Undaqda qo'y yaxshi bo'ladi. Biroq boshqalar bayqab qolsin. Xotirjam bo'ling. Pulni menga bersangiz, yo'g'on qo'ydim bir nakab berman Qosim tağa. Ma'qul. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qosim tağa bunchalik pulga qandaqmi cho'ng qo'y setvaqli bo'lsin, kichikini paxlami setvaqli bo'lmaydi. Bu pulingiz nimaga yetadi? Mo'shunchilikda pul bor. O'zing qarab setib olasan. Ep bo'lib Xudoning uyiga opa. Qosim tağa, men bilmasam qandaq deb boraman. Undaqda seni yengam billa opasin. Ma'qul. To'xta. Bu yoqqa kel. Yana uyiga qaytarib kel. Yengam o'zi opasin. Sen borma. Ma'qul. Boshqa ish bormi? Boshqa ish yo'q. Tamam. To'xta. Qosim tağa, bugun zodi sizga nima ish bo'ldi? Bo'ldi, mana.
Qizlarim, tez, tatlı turumlarını tez yutinglar. Ma'qul. Açsыңlar, sizlarmi tezroq bo'linglar. Mehmonlar kelayli deb qoldi. Voy, Vaqtmi bo'lmasa, birak berib qoldi. Ma'qul, hozirda bo'lamiz. Ha. Qudam, Oh, ayol qudimiz nimish texch kelmaydi. Vaqtmi birak berib qoldi-ku. hozirlik keladi. U qo'yog'ili ketgan emasmi? Ha. Hozir qo'yoqmoq bek tasib ketdi. Semizni olmasa tegib bo'lmaydi. Qancha cho'ng talasa shuncha ko'p pul xarjlaydigan gap. Biroq bugun degan xushallik kun. Qanchalik xarjlasa arziydi, qudam. Shundoq. Dilshod. Mehmonni obdan kut. Mehmonni mazak taklif qilib tur, bolam. Telefon-acha? Ha? Oy, Mehmet keldingmi? To'xtab tur, ha? Hozirla tushiman. Mimallah, ağaç o'tiringlar. Mehmet, bir ish bormi? Bugun qutlug' kunkan. Shuni sizga yordamlashay deb kelishim. Ey, burnun nimandaq sezgir sening. Bugun atdegandan beri palaxshib yetishamayli qoldim. Men qarab ukam, mundaq bo'lsin. Sen berib bir harva obdan o'tin ekib baygina. Bo'ladi. Chataq yo'q. Hey. To'xta. Bu yoq kela. Yaqindan beri bir ish qilmagansan, ha? Yo'q. Men bir tush ko'ribdiman. Tushimda bir it hamon sening orqangdan qo'g'layotgandek. Tushingiz to'g'ri. Bir necha kundan beri bir odam ishda kenimga kirib oldi. Men u odamni ozdirib qochib ketdim. Shundaqmi? Undaqda nihoyatda yaxshi bo'pti. Sen chuvkam, bek diqqat qilgin. U odam seni hargiz tutolmasin. Ha, shundoq. To'g'ri deysiz. Men yiliq oldamchin tutib oladigan bo'lsam, soqilini yo'yib kelib, atasa bir taldan yurolmasam hesab emas. To'g'ri, cho'qim shunday qilish kerak. Xotin, xabar yuguringlar. Tez chiqinglar, ayibxonachimiz keldi. Ey qizlar. Alayxon, tez chiqsinglar. Mana, teshikmi ayibxon. Teshikmi sherinay. Sizlarni saqlab. Ey qizlar. Kirslar. Yaqirga o'tsizlar. Qani. Bu yoqqa chiqing. Oy, aldırmay. Men keldim. Ey, akaga nimasini qaranglar. Hech kim olmaydigan sat 3 kun akagan. Nima satchilik bu? Qosimgam nima degan bexil odam? Akaga qaranglar. O'shkisiga qaranglar. Nima satchilik bu? Ey, qaranglar akagan o'shkisini. Qudam, bu nihoyatda ta'sir tanlab akagan semiz qo'ydirma. Bo'ldi. Buning-chi öylürge ep kessizlar. Açıqlanmışlar, qudam. Yaş ballaha qo'y elishni bilmaydi emasmi? Onchilik pulg'icha o'zingiz berib olib keling. Ha? Aldamchi? Voy, aldamchini tutinglar. Uni qochirib qo'ymanglar. Uni qochirib qo'ymanglar. Bu aldamchi. Ha? Ketdi bu. Uni hargiz qochirib qo'ymanglar. Qo'yni qochirib qo'ymayli. Uni hargiz qochirib qo'ymanglar. Qo'y tomga chiqib oldi. Ha? Bu yerda ekansan-ku. Uni tutinglar. Bu yoqqa chiqar. Oy. Bu yoqqa chiq deyman. Ha? U qochibdi. Uni qochirib qo'ymanglar. Uni tutinglar. Nega qochsan kan, u haramzada? Qo'yat. Nega qochsan? To'xta deyman. To'xta. Voy canım. Mana sana. Obdan acha, meni urma. Sen meni shuncha ko'p ziyon tatqizding. Mening ko'zim hargiz qarg'u emas. Meni qo'yib o'tam. Men rostla aldamchi emas, acha. So'zlama. Menga oyoq sotgan odam dal sen o'zing. Shunday. Biroq u oyoqlar mening emas. Rost gap qil. Zodi kimning, ha? Tez ayta. Demisang, seni so'tdiman.
Sadi kimning? Ayta! Menday, acha, menday. Menday. Sadi kimning? Menday. Bu ayakla Kasım tağamdan. Ben onun yardımcısı pul tepiş bir vatkan şu. Acha. Ha? Söyleme! Onun diğerlerinin hemmisi yalgan. Canım Kasım tağam ben yalgan söz demedim ben bu ayaklarını şu ammamı satkan. Ha? Kudam kaltıskalla ha? Yine dehi menin oğlum bilen kızımla aldap kudup almakçım ha? Uxlap düşleri. Pulumnu tölüsle. Ben bu işini çok sakçık məlum kılımen. Kudam, pulunuzni töläp berimen. Bırak, men bu işini sizge ziyankeşlik kılış üçün kılmadım. Kudulığımızın yüzüne kıp bolsumu bolda kılıvıdım. Bolmaydı. Onda qasa iş yok. Eğer derhal pulumnu qaytırmaydık yalla, senin kandak adamlıklarını, men çok